Damasimiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yana mana 26-8-martda turibmiz. Avtomobil bozorida. Mana shu Damas savdo bo'lyapti yani. 2018-yil yurgani qancha edi aka? 345 million, bir ikkita kraskasi bor. Bitta eshikda ishlaydi. Ha. Xo'shtog'im savdo qilyapman. Xo'shtog'im nechta pul berdingiz? Xo'shtog'im nechta pul berdingiz? Yaqachyapti. Nashaga Videoga olaveraymi Xo'shtog'im? 3000 puli bor ekan. Bir yili $1000 bir oydan keyin verir ekan. Buni Alloh bilan o'g'il bo'ladi. Men shatirga deyapman. $3750 pul beryapman. Ana. Bundan oshig'ini nima deysiz? Ana 3750 naqd pulga so'rayapman Xo'shtog'im. Siz tomonga buvam bosyapman uka. Balonlar 13 balon, yaxshi ekan holat. Bitsin. Hojaga siz nechta pul beraman deyapsiz? 3900 berasiz. 4 beraman deyapti ekan mana. Mana aziz vatandoshlar qaranglar, Damaslar mana 18 Damasni bitta eshik kraskasi bor mana. 300 mana 341 346 ming kilometr ko'rsatyapti mana. Ichki holatlarini ham mana qaranglar, chiroyli ekan. Qarang, 4000 dan o'tib beraman deyapti. Bundan arzon payt bo'lmagan bo'lsa kerak mana. Mana butun haligi qo'pol qilib aytganda uyda bitta novvosini shunday sotib, bitta Damasni normalnisini olib, minib yuraveradigan zamon keldi o'rtoqlar mana. Qaranglar. Zamonimizga ko'z tegmasin. 18-yilda ishlab chiqargan bir dona bitta eshikda kraskasi bor mashinani 3700 beryapti. Egasi $100 o'tib bermoqchi menimcha. 3800 qilsa ham beradi hozir bash mashinani. 3800 ga ham beraveradi. Generalni ham xohlagan joy bo'laveradi dedi hali. Telefon qilaverasizlar. Aziz vatandoshlar, uzoq musofir yurtlarda yurgan do'stlarimiz, aka-ukalarimiz, agar mana shu temada bir savol javoblar yoki xizmat bo'lsa telefon qilaverasizlar. Sizlarning foydalariga xudo xolasa harakat qilamiz bitirishga. O'rtoqlar, like bosib, podpiska bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Ko'payishaylik aziz vatandoshlar, ko'payishaylik. Mana odam har doim ko'p. Mashina juda ko'p o'rtoqlar, mashina juda ko'p. Savdo yana qaytdik mana. Yo'q. Qani Xo'shtog'im nechta pul bor? 800 ku berdingizmi? Ha. 3800 qilardim. 800 beryapman Xo'shtog'im. Ey aka, bering xursand bo'lib. Xo'shtog'a, qaytmaydi, ishni bitirib qo'ydingiz. Savdo bitta Xo'shtog'a. Yo'q, endi. Yo'q aka. Bu yoq sotmaydi ekan. Bering, dehqonga sotib maza qiling aka. Ko'zingizga 100 so'm ko'rinmas aka. Yo'q aka. Bo'lyapti. Ko'zingizga 100 so'm ko'rinmasin, baraka qiling. Xo'shtog'im minsin maza qiling. Mo'ljalga birov yetmagan aka. Bering aka. Bitta odam o'lsa 4 ta odam bor ko'madi, to'g'rimi? Hech kim o'zi borib olmaydi. Bering aka, shuncha odam gapiryapti. Bering. Hozir baraka bo'lish arafasida mana. Yo'q. Hoji 50 so'mdan bo'lishinglar. Ya ketdi. Yo'q, ketmaydi, arzon mashina ekan. Mana ketgan. Xo'shtog'a, oling. Bering, arzon mashina ekan. Bo'ladek. Oldim mana. To'rdan o'tib beraman dedi akaxon. 900 ga bermoqchi-da. Otaxon 400, 800 beryapti. $100 talashdi. Hozir barakasini ham qo'yaman, xudo xolasa. Mana aziz vatandoshlar, hozirgi 18 Damasimiz bitta eshikda kraskasi bor. Rasa savdo qiziqarli bo'ldi. 3800 Xo'shtog'im berdi. Siz 3900 ga beraman dedingiz-a? 3900 ga beraman dedi. O'rtoqlar, hozir akamga pul zararlik uchun berib yuboraman deyapti. Bo'lmasa u 4 tepa sotmoqchi ekan. Kimgadir qiziqarli bo'lsa, hozir telefon qilib qolsanglar, kelishib qolsanglar, hozirda o'zida baraka qilib yuboraveradi. Telefonda barakani shunday bir kartaga nimagadir tashab kelishib ona qilaverasizlar. Aka, Navoda qiziqayotganmi? Qizib turgani bo'lsa, nomeringiz nechi? 50lik. 50lik. 706 706 49 59. 49 59 ga telefon qilaverasizlar. Generalni onlayn xohlagan hujjat bo'laveradi aziz vatandoshlar. Hozir telefon qilganga bonus beraveradi shunday 3900 ga.